Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Xush kelibsiz Halol Bozor TV kanaliga. Marhamat, biz taqdim etamiz. Azizlar, bu sigirimiz yuvoshligidan boshlaymiz, bir ko'rib olasizlar. Avvali iltimos qilamiz, bitta like, bitta obuna tugmasini bosib va bitta qo'ng'iroqchani tirsga yoqib qo'ysalaring, bizni keyingi videolarimizni ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Endi videoga qaytamiz azizlar. Marhamat. Sigir yuvashligi hammasi joyida, to'rtta soskasi ishlaydi. To'rtta soskasi ham muloyim, biron joyida kamchiligi yo'q. Bemalol sotib olishlaring mumkin. Endi keyingi ma'lumotlarga o'tsak, balasi g'unojnicha, ya'ni 10 kunlik, 10 kun bo'ldi tug'ilganiga. Sigirimizni hamma tug'ilish jarayonida hammasi yaxshi o'tgan, yo'ldoshlari tushib, chotka bo'lgan. Bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. 3-tug'ish, tishi 8 kuray, hammasi joyida. Tishi katta, yeb ichishi ham yaxshi. Keyinchalik videoning oxirida bitta surprizimiz bor. Bemalol oxirigacha ko'rsalaring, surprizni eshitasizlar. O't ishlarini ham videoning oxirida ko'rsatib o'tamiz azizlar. Endi biz sutiga kelsak, suti bir so'shga 4 litrdan 5 litrgacha sog'amiz. Biz buni 2 mahal ertalab va kechqurun sog'amiz. Ya'ni bir kunga 8 litrdan 10 litrgacha sut beradi. Hammasi joyida. Mana o't ishlari azizlar. Sigirni qaroviga kelsak, qarovi 2 mahal yemaydi. Ertalab va kechqurun. Yem tarkibida kepay bilan kunjara bor. 1,5 kilo kunjara, 2 kilo kepay. Shu qarov asosida sigirimiz 8 litrdan 10 litrgacha sut beradi. Oshiqcha beradiganlar bo'lsa, undan ham oshiqcha qilib beradi. Ya'ni soat 9:10 da suv ichib tartiydi. Sholpo holdan tartib beramiz somondan. Aynan shunday boquvchilar bo'lsa, bemalol sotib olishlaring mumkin. Sigirimiz joylashgan nuqtasi Spitamin nohiyasini Kurkat qishlog'ida joylashgan. Bemalol shu adreslarga kelaverasizlar, kelib ko'rib sotib oladigan azizlar. Telefonda sotib oladigan azizlar endi hammamiz eshitamiz. Buni dastavkasi Zafarobod nohiyasigacha, keyin Istarafshan shahrigacha va Xo'jand shahrigacha dastavkasini o'zimiz bo'ynimizga olgan holda sotamiz. Sigirimizning narxi 25 ming somon. O'ylaymanki, bu narx umuman qimmat emas. Ya'ni bozordagi narxdan biroz arzonroq. Ya'ni gapim to'g'ri bo'lsa, bitta like bosib yuboramiz azizlar. Xayr, ko'rishguncha deb qolamiz.